Nima uchun Yevropa mavsumiy ishlarida oylik kam? Bunga asosiy sabab Yevropadagi mavsumiy ishlarga jalb qilinadigan ishchi kuchlari asosan Osiyodan bo'lib, bu O'rta Osiyo, Nepal, Bangladesh, Hindiston, Pokiston. Endi bu ikkala davlatni, ikkala mintaqani oylikka bo'lgan talablari har xil bo'lganligi uchun katta raqobatni yuzaga keltiradi va oylikka o'z-o'zidan tushishiga olib keladi. Keyingi sabab bu o'sha mavsumiy ishlarda tajriba talab qilinmasligi. Mavsumiy ishlar asosan o'sha kurort zonalarida yoki chorvachilikda yoki dehqonchilikda, bog'dorchilikda bo'ladi. Bu ishlarda tajriba talab qilinmaganligi sabab, ya'ni mutaxassis so'ralmagan, tajribasiz umumiy ishchilar so'ralganligi uchun o'z-o'zidan oylik tushishiga olib keladi. Va oxirgi sababi mavsumiy ishlarni deyarli barchasida, ayniqsa misol uchun Bolgariya misolida oladigan bo'lsak, ish beruvchi o'sha o'ziga keladigan ishchini borish-kelish aviachiptalari, avtobus biletlaridan tortib, oziq-ovqati, ya'ni 3 mahal oziq-ovqati, yashashigacha qoplab berishini hisobga olgan holatda, mavsumiy ishni muddati qisqaligini hisobga olgan holatda oylikka past bo'lishiga olib keladi.